Pilav isib ketdi. Hashashi tayyor bo'ladi. Masalan, 27. Bo'ldi, keta qolaylik. Tikishga hech narsa qolmadi-yu. O'rtog'ingiz to'g'ri aytibdi. Yangi kelin ekansiz, uyingizga borib qoling. Borib tikishga ham hech narsangiz qolmadi. Tikishga narsam bor. Onamda qolgan dur bor. Ona цветочный. Ona narsasiga tega olmaymiz. Bo'pti, men ketdim. Erimni tikaman. Jinda yamsiz ering tikasan. Shunday ekan, chestik bormi sana? Chakagini o'char. Nima qilaman, unaqa qulim soyida na bir gul beradi, na bir mani boqadi. Shuncha payt hayotda meni tikkan etadi. Erimni tikaman. Sizni Hayot gulzorga kezdim, tikonlari chiqdi yo'ldan. Nada tikonlari, turfa ilonlari chiqdi. 29. Erim o'zimga qoldi. Ha? Maston opa? 30. Borga boy, dor. Yutug'imizni olib kelishga 12da boramiz. Cho'miltirib tayyorlab qo'ying. Tilindi qalb Kechayu 40 kunduz ishon boshimda yulduz yuragimda yig'lasiz Yaxshi borib keldingizmi onasi? adasi sizni qimorda yutqizib qo'ydi. Nima? 40 kechayu 40 kunduz cho'milganmidingiz? Ishon boshimda yulduz. Erim olib ketgan keldinglarmi? Xo'liqmang. Birovni eriga qarab qo'ygan joyimiz yo'q. Mana qarang, bugundan keyinchi qimor o'ynab yurmang, hamma. O'rtog'ingizga rahmat deng. Qimori pulini to'lab eringiz olib qoldi. Yur. Nahay? Shu uchun erni borida qadrlash kerak-ku. Har narsaga tikib o'rmasdan. Erini tik ko'radigan xotin menga kerak emas. Qani, yuring qayoqqa? Topilmaydi